Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun men sizlarga hozir Voyage Free Apollo Tech'ni ko'rsatib o'taman. Bu mashinamiz Xitoyning eng aqlli, eng zamonaviy mashinasi bo'lib, bu mashinamizga hamma qulayliklar bor. Hozir men sizlarga bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Bu brend Dongfeng kompaniyasiga tegishli. Mashina agar bilsalar, Dongfengning boshqa mashinalaridan Dongfeng 008 va boshqalardan. Mashinamizning texnik jihatlariga kelsak, mashinamiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan. Bu motor esa generator sifatida ishlaydi. Masofasi 1300 kilometrgacha boradi. Tokda esa 318. Mashinamizga 490 ot kuchi bor. Bu degani 4-8 sekundda 100 ga chiqadi. Saloniga kelsak, mashinamizga hamma qulayliklardan bor. Abduf, abagdev sidinlarida massaj, cruise control, adaptivniy kontrol, parkovka hammasidan bor. Mashinamizga katta panoramasi bor. Orqa jihatdan orqasi juda ham keng. Bu mashinamizga bitta sehrli knopka bor. Agar buni bossangiz, tarpetka o'zidan o'zi tushib qoladi. Bu mashinamizda Xitoyning Google bo'lgan Baidu sistemasining avtopiloti bor. Bu pilot L2 darajasiga ega. Bu mashinamiz Michelin ballonlari bilan jihozlangan va o'zining pnevmo podveskasi bor. Bagajda mandaqa odamlardan 2-3 ta sig'adi. Bu mashinani qaysi mashina bilan solishtirgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring va keyingi epizodlarimizda biz buni boshqa mashina bilan taqqoslaymiz.